Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida bizlar. Bu yerda biz sizlarga hozir umraga qayerdan qanday boriladi va narx-navolari qanaqa, hamda gastnitsalari, oraliq masofalari, taomlari barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka-i Mukarramada bo'linadi azizlar. Gastnitsalarimiz 4 yulduzli gastnitsalar. Oraliq masofa Madinada 250-300 metr, Makkada esa 800-900 metr oraliq masofani tashkil qiladi. Azizlar, Makkada bemalol gastnitsadan haramga piyoda borsangiz ham bo'ladi va avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan. Avtobuslarda ham borsangiz bo'ladi azizlar. Undan tashqari Madinada gastnitsamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Albatta, o'zbek oshpazlari tomonidan azizlar. Xo'p, sayohatlarimiz, ziyoratlarimizga keladigan bo'lsak, Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, xurmo bog'lari hamda Qur'on kitob bosmaxonalariga va eng asosiysi payg'ambarimiz ravzalariga ham ziyoratlar bo'ladi azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzdalifa hamda qo'shimchasiga bonus qilib Qizil dengizga sayohat ham bo'ladi azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Xo'p, sizlar bilan qanday bog'lanamiz deydiganlarga esa bizda WhatsApp, Telegram orqali aloqaga chiqing. Bizga Zagram pasportingizni tashlasangiz, biz sizga Centrum rasmiy kassalarini, shot raqamlarini tashlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Agarda ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Kelib Centrum rasmiy kassalariga narx sonda to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Albatta, Zagram pasport esdan chiqmagan holda azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, Centrum Holidays firmasi tomonidan beriladigan narsalar azizlar, mana bunday bejiklar beriladi. Bejik bular aeroportda beriladi. Safarga chiqqaningizda bu nimaga screenshotga mehmonxonani joylari, qayerdanligingiz, ism familiyangiz barchasi kiritilgan bo'ladi. Yo'qolib qolmaslik uchun azizlar mana bunday kamzillar beriladi. Bundan tashqari azizlar, xo'p, sumkalar beriladi azizlar. Bularning barchasi azizlar, agarda siz Farg'ona aeroportidan bo'ladigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida, Toshkent aeroportidan bo'ladigan bo'lsangiz, Toshkent aeroportida beriladi azizlar. Xo'p, azizlar, undan tashqari yana bir narsamiz aytib o'tadigan, agarda siz chet elda ishlayapsiz, ota-onangizga umraga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz azizlar, albatta Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing va sizning nomingizdan mana bunday sertifikatlarni qilib ota-onangizni borib tabriklab kelaveramiz azizlar. Bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Undan tashqari azizlar, reyslarimizga keladigan bo'lsa, reyslarimiz har hafta reyslarimiz bor. Haftani har seshanbaga Toshkent Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanbaga Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsangiz, o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. To'lovlarga keladigan bo'lsak, Toshkent Jidda yo'nalishli to'lovlarimiz azizlar. Hop, $1050 dan qilib qo'ydik. Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bo'lsa $1075 dan qilib qo'ydik azizlar. Agarda undan tashqari o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.